narsani ko'rsata olsak, Alloh tomonidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil jannah. Allohning beradigan matosi qiymatdir, arzon emas. Allohning beradigan matosi jannatdir. Mana shunday bilim olishimiz kerak. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir. Agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz, o'ylaysizki, meni amalim qayerda-yu ahli jannatning amallari qayerda? Ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan, ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deysa, do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz, ularning ko'rib, alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadim-u degan xayolda bo'lasiz. Demak, doim mu'min kishi xavf va rajoda, qo'rquv va Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid qilishida yashamoqligi kerak. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va ta'ala shu darsimizni doim davom etishlikka Alloh nasib qilsin inshaalloh. Ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Imom Navoiyning Riyozus Solihin kitoblaridan Riyozus Solihin degani solih kishilarning bog'lari degani. Ya'ni har bir kishi o'zi qalbi tang bo'lganda bir bog'ga kirib yozilib chiqadi. Lekin dunyoning bog'lari, xususan hozirgi davrda ma'siyat ko'p, Allohga osiy bo'ladigan gunohlarni ko'rib, mo'min odam qalbi tang oladi. Bu solih kishilarga bog'ki, solih kishilar mana bu joyga bir Imom Navoiy bog' qilib qo'ygan ekanlar. Shu bog'dagi gullar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari, tobiinlardan rivoyat qilingan narsalar va shu bog'larda biz ham har kuni bir kirib chiqsak, nihoyatda agar solih bo'lsa, qalbimizda salohiyat bo'lsa, shun bilan bir yozilishlik vujudga keladi. Ibn Shumosa rivoyat qiladilarki, Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni jon taslim qilayotgan vaqtlarda kirib ko'rgani bordik deydilar. Amr ibn al-As bu kishi Misrni fath qilgan kishi. Misr viloyatining islom keltirishligiga sabab bo'lgan, islomga ko'p xizmat qilgan kishilardan. Ammo avvalgi hayotida islomga bu kishi qarshi bo'lib yashaganlar. Ammo keyingi davrda islomni qabul qilib, islomda ko'p xizmatlar qilib, islomning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib rivojlanishligiga sabab bo'lgan kishilardan va eng katta ne'matlardan bittasi Misr viloyatining fath bo'lib, Misr xalqining musulmon bo'lishligiga ko'p katta xizmat qilgan kishilardan hisoblanadi. Mana bu kishini oldiga kirganimizda jon taslim qilayotgan soatlarida kirib bordik deydilar. Fabaka tavilan, ko'p yig'ladilar deydilar. Hammamiz ham bir kuni jon taslim qilamiz. Shu jon taslim qilishlikni bilib yo taslim qilamiz yo to'satdan bo'ladi. Bu mana shu soat hammamizga keladi. Men hozir shu ojib shu kitobni ochsam, shu yer chiqib qoldi. Hammamizga ham shu o'ylanadigan bir soat keladi shunda. Va hawwala wajhahu ila al-jidar. Yuzlarini devor tarafga burib oldilar, ko'p yig'lab. O'g'illari Abdulloh ibn Amr ibn al-As ulug' sahobalardan edilar. Bu kishi dadalariga ayta boshladilar. Ya abata, men mazmunini aytib berganim ma'qulroq vaqt qisqaligidan, ey dadajon dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga bunday bashoratlar bermadimi? Bunday bashoratlar bermadimi? Nimcha ko'p yig'laysiz degan mazmunni da, ya'ni yupatmoqchi bo'ldilar. Shunda yuzlarini o'g'illariga burdilarda aytdilarki, biz oxiratga tayyorgarlik ko'rgan narsalarimizning eng afzali la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi o'g'lim dedilar. Bundan biz katta narsa tayyorgarlik ko'ra olmadik dedilar. Shuncha hayotlarda islomga xizmat qilgan odam. Mening hayotim 3 qismdan tashkil topadi o'g'lim dedilar. Shunday davrlarni o'zim ko'rdimki, shunday davrlarim bo'ldiki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra yomonroq odam yo'q edi. Shunaqa hayotimning shunday qismi ham bo'ldi dedi. Va menga eng yaxshi suyumlik ko'rilgan